Xo'jayinimlarning aytishi bo'yicha eng mazali ovqat Turkiyada tayyorlanarmish. Turkiyani oshpazini olib kelib qo'ygan bo'lardimi, lekin men bor joyda ularga o'rin yo'q deb birinchi ishni piyozni yog'da qovurishdan boshladim. Piyoz ketidan qiymani solib, yaxshilab qovurib, ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan bir dona sabzi, ketidan xohishga ko'ra tuz hamda ziravorlar, 2 osh qoshiq tomat va 1 osh qoshiq soyaviy sous va xohishga ko'ra 2 dona chesnak bo'lakchasi va 1 osh qoshiq unni solib, yaxshilab qovurib, endigina 3-4 qoshiq ko'k no'xat solaman deganimda xo'jayinimlarning futbolkasi uchib tushdi. Qiymamiz ustidan 1 stakan qaynagan suvni quyib, tagini past qilib 5 minutga dimlab qo'ydim. Xullas, nimamush ovqatda ham, tozalikka ham 5 ga o'qirkanman, lekin erim ustuvoshiga qarash bo'yicha 2 chi ekanman. Ko'pim kir yuvish vositalari bor joyda ikkichilarga o'rin yo'q deb bir dona kapsulasini olib kir mashinaga solib bitta aylantirib o'rgandim. Ishoninglar, butun uyni shunaqangi yoqimli hidi tutib ketdi. Toza yuvishiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Ungacha esa obi-tobida yetilib pishgan qiymamizni olib, idishimizga solib chetga olib qo'ydimda, yaxshi pishib olgan kartoshkalarimiz ustidan 2-3 qoshiq sut va 2-3 qoshiq sariyog', tabga ko'ra tuz hamda ko'katlardan solib, bir xil silliq pyure holatiga kelguncha yaxshilab ezib oldim. Pyuremizni chetga olib qo'yib, qiymamizni olib, pyuremizdan oz-ozdan har qaytiga solamizda bir tekisda qilib qoshiq yordamida yoyib chiqamiz. Ustidan esa qirg'ichni mayda tomonidan chiqarilgan sirlarimizdan yengil qilib sepib olamiz va oldin qizdirilgan 250 gradusli duxovkamizga 15-20 minutga yuzlari qizarib pishguncha jo'natib yuboramiz. O'zimcha kir mashinaga 2 ta kapsula solmoqchi edim, lekin bittasini o'zi shunchalik ko'pirar ekan. Buni qaranglar, qanaqangi barakali. 15 minutda yuzlari qizarib, ko'rinishini o'zi ishtaha ochadigan va mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring, sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Ha, aytgancha bu videoni bir xillikdan zerikkan dugonangizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Ana endi baho beringlar-chi. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q.